Butun panel va singan panel. Keling o'lchab tekshirib ko'ramiz, qanchalik farq qilar ekan. Biz panellarni tekshirish uchun maxsus laboratoriyaga bormaymiz. Oddiy holatda har qanday odam o'lchab ko'rishi mumkin bo'lgan variantni sizga ko'rsatamiz. Demak, buning uchun sizga LG 800 vatlik yoki 1600 vatlik panel qurilma kerak bo'ladi. Shundan bitta olasiz va panellarni o'lchash mumkin. Va bizda ham o'lchash uchun mana galogen lampalar bor. Mana shu holatda o'lchashimiz mumkin, lekin har bitta panel uchun bir xil holat qilish uchun biz alohida joyga joylashtira olamiz. Jinko panelni o'lchaganimizda 13.53 vatt chiqdi. Bu 555 vattlik. Nima uchun kam deydigan bo'lsangiz, bizda intensivlik past, bulutli havo, biz faqat bitta galogen lampa bilan yoritganmiz. Maksimal tokimiz 0.35 amper, maksimal kuchlanishimiz 37.42 va saltirish kuchlanishimiz 43.56 volt chiqdi. 49.72 volt chiqishi kerak edi. Endi ikkinchi singan Jinko panelni solishtiradigan bo'lsak, buni ham quvvati 555, bizda 11.85 chiqdi, ya'ni 12,5% ga kam. Tokini ko'radigan bo'lsak 0.29 amper chiqdi, 17% ga kam va saltirish kuchlanishimiz deyarli bir xil chiqdi. Demak, singan panelimizda o'rtacha 10% gacha kamayish bor va bitta joyiga trishina bor bu yerda va bu panelni o'sha plastinasi singan bo'lishi mumkin yoki unga hali dars ketmagan, faqat oyna singan bo'lishi mumkin. Agar ko'proq sinadigan bo'lsa, unga jiddiy ta'sir qiladi. Lekin o'rnatish tavsiya qilinmaydi. Sababi bu yerda trishinalar ketgan joyga yomg'ir, qor, changlanish tushib, ichkarida korotki bo'lib, o'sha joy qizib, panel yong'in bo'lishiga ham olib kelishi mumkin. Va sizga singan panellarni ishlatishni tavsiya bermaymiz.